Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan kanal Aziya Avto va men Ali. Bugun bizda katta bolalarning avtomobili Gentra. Muammo nima bo'lgan? Avtomobilda egasi ertalab o'tirib qo'shganda pechka, ya'ni отопитель ventilyator ishlamagan. Pechkada na issiq, na sovuq suv, sovuq havo haydamagan. Xo'sh, pechkani uzishdan oldin birinchi bo'lib uni tokini tekshiramiz. Tok faqat 4-poложение kelganda прямой питание beryapti. Pechkani o'zi qotib qolgan, aylanishi juda qiyin. Ko'rib turibsizlar, chang, gryaz ichiga kirib, pachenliklarda moylarni quritib qo'ygan. Shuning evaziga nagruska tushganda rezistordagi termoperedохранитель kuygan va butun sistemani saqlab qolgan. Hozir qilinadigan ish nima bo'ladi? Pechkamizni almashtiramiz va mana bu yerga termoperedохранитель almashtiramiz. Shundan keyin pechkamiz yana avvalgidek hamma 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi skorosta bemalol ishlaydi. Mana shunaqangi foydali ma'lumotlar va layf haklarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'ling va like bosing.